Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir biz 4-sonliq darsimizni boshlaymiz. 4-sonliq darsimizda biz rasm, ovoz, oddiy bo'lgan unum berishni o'rganib o'tamiz. Bet qurib bo'ldim. Undaq bo'lsa men oldingi sonliq darsimizda rasmlarni akirib olgan. Oldin darsimizdagi rasmlarni akirib olay. Avval biz rasmlarni akirib olaylik. Resimler Susey'nin materialının işi de yani bu orun saklayan tüm. Resimlerini ekirip aldım. Ondan avazını ekirip alay. Avazını ekirip aldım. Avazını bu orun avaz yola koyup alay. Hazırca avazınki artık yerini kesip ötey. Addi bo'lgan kiriştiriş bo'lg'achqa. Odatda qo'shchikka ekran rasmni cho'ngaytib olsak bo'ldi. Bütün ekran qilib olsak. Rasmning o'lchimi biz qurgan betniki o'lchimidan to'ban bo'lg'achqa rasm kichik chiqib qoldi. Bu oddiy bo'lgan ko'rinishlar tugadi. Avval biz ovozni tayyorlab olaylik. Ovoz odatda töven boshlanib, yana mana ovozning boshlanishig'a töven nuqtadan boshlanib, yana barbara tövenlab oxirlashidi-ku. Bunda qilib olsak bo'ldi. Bu oddiy bo'lgan dastlabki soatdagi darsimiz bo'lg'achqa bak tafsili to'xtalmaymiz. Keyingi soat darsimizda ham tafsili to'xtalamiz. Mana tövende biz rasmlarga oddiy bo'lgan unumlarni berishni o'rganib o'taylik. Qaraydigan bo'lsak, bu rasm, ko'rish ramkasi, vaqt o'qi, rasm bir. Endi bu yerda unum ramkasi bor. Ya'ni unum ramkasining ichidan biz tanlab olaylik. Bu shagoni beraylik. Rasmni aylanishga yumaloq shakl beraylik. Ondan bu yerga yana bir xil shago beraylik. Unum beraylik. Bu yerga boshqa bir xil beraylik. Ondan yana bir shago beraylik. Bunun yana birini beraylik. Mana o'garmay o'tib ketdi, qaytadan ko'rib boqaylik. Boshqa yana bir xil unum berib boqaylik. Ovoz va rasmlarga unum berish bo'ldi. Bu sonliq darsimiz tamam. Xayr, xo'sh.